Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda kam ko'rinish berayotgan xonandalardan biri Otabek Mutalxo'jayev haqida yomon xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. So'nggi paytlarda muxlislar nazarida kamnamo bo'lgan xonanda Otabek Mutalxo'jayev Darakchi nashrining YouTube kanaliga intervyu berdi. Suhbat davomida xonanda nima sababdan media olamida kam ko'rinayotganligini hamda boshidan kechirgan xastaligi haqida aytib berdi. Tan olish kerak, inson hayotida yorug' kunlar bilan birga qorong'u kunlar ham bo'ladi. Betob bo'lgan kunlarim ham bo'ldi. Shunday vaqtlarda san'atni to'xtatib turishga to'g'ri keldi. Ammo 10 yillab yo'qolib ketmadim. San'atda kamnamo bo'lganimning yana bir sababi ketma-ket yangi qo'shiqlar chiqarmayotganim bo'lsa kerak. Lekin yana bir gap, she'rga yuragim jiz etmasa, ashula qilmayman. Shuning uchun doim yaxshi she'rlarni qarab, qidirib yuraman. Hamon ijoddaman, to'xtab qolganim yo'q. Media olamida ko'rinmay qolgan vaqtlar ham xalq xizmatida, davlat tadbirlaridamiz. Kerak bo'lsa har kuni to'ylarda, xalq xizmati bilan viloyatlarda yuramiz. Xorijda konsertlar berib turibmiz. Yaqinda ham Moskva hamda Istanbulda konsertlarimiz bo'ldi. Shu kabi gastrollarni ko'paytirishni ham reja qilyapman. Xonanda Otabek Mutalxo'jayev garchi ijodi, yaratgan qo'shiqlari haqida muxlislarga gapirib bersa-da, oilasi haqida suhbatlashishni xushlamaydi. Oila haqida gapiradigan bo'lsam, oilada 3 farzandmiz. Men kattasiman. Hozirgi kunda 2 qizim bor. Turmush o'rtog'im haqida ko'p savollar berishadi. Ammo bu haqida gapirishni xohlamayman. Sir bo'lib qolishi tarafdoriman. Oilali bo'lib bildimki, uning o'ziga yarasha mas'uliyati bor ekan. O'zim ota bo'lganimdan so'ng ota-onamning qadriga yeta boshladim. Farzand tarbiyasi oson ish emas ekan, deydi xonanda. O'ziga to'q oilada ulg'aygan bo'lsa-da, ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirgan. Garchi o'ziga to'q oilada o'sgan bo'lsam-da, hayotda ko'p qiyinchiliklar ko'rganman. Ota-onamdan pul olmay, ularga og'irligim tushmasin deb kichkinaligimdan bozorda arava sudragan kunlarim ham bo'lgan. Ba'zan meva terib sotganman. Maktab davrimda kompyuterxona ochgandim. Bir muddat avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida ham ishlaganman. Birinchi maoshimni 14 yoshimda makaron ishlab chiqaradigan korxonada ishlaganimda olganman. Yozgi ta'til paytlari edi. Nima qilishimni bilmay pullarni onamga berganman. Shunda onam o'sha pullarga men uchun o'quv qurollari olib bergan. Neft-gaz sohasida o'qishni tugatganim uchun oxirgi ishlagan joyim gaz quyish shoxobchasi bo'ldi. Talabalik yillari o'sha yerda operator bo'lib ishladim. U yerda bizni ishdan tashqari ham qurilishga olib borishardi. Ish o'rnimni yo'qotmaslik uchun majbur bo'lib qurilishda ham ishlaganman. Hatto buning ortidan ko'p kasalliklar ham orttirib olganman. Bolalikda ishlagan pullarimning bir qismini ro'zg'orga yengil bo'lsin deb uyga olib kelib berardim. Bugun yaxshiyam shu ishlarni qilgan ekanman, deydi xonanda. To'g'ri, pul uchun to'ylarga chiqib turaman, lekin pul deb g'ururimni sotmayman. Xonandalikdan tashqari qo'shimcha biznes ham qilaman. Bu ishim davomida pul uchun har nega tayyor odamlarni ko'rdim. Yaqinda bir odam meni $10,000 atrofidagi pulga uxlatib ketdi. O'sha insonga birovning haqqi ertaga farzanding, yaqinlaring yoki ota-onangning kasalligi bilan qaytsa, qo'rqmaysanmi degan gaplarim ham ta'sir qilmadi. Misol uchun birovdan $100 qarz olib qolsam, ko'nglim xijil bo'lib yuradi. To pulini qaytarmagunimcha xotirjam bo'lmayman. Shuning uchun hech qachon kreditga narsa olmayman. Har doim naqdga ish qilaman. Shu sababdan birovdan qarz bo'la turib bemalol yuradiganlarga hayron qolaman. 1 yil mazam bo'lmay yotib qoldim. Buni eskicha ham deb o'yladim. O'shanda namoz o'qishni boshladim. Shukrki yaxshi bo'lib ketdim. Xastalik davrimda tibbiyot tomonidan hech qanday foyda ko'rmadim. $2,000 ga tahlillar topshirdim. Shifokorlar u yering kasal, bu yering kasal deyishardi. Keyin bilsam tibbiyotga yolg'on aralashibdi. Maqsadi ustingizdan pul qilish.
Ishim tushgandan keyin tibbiyotning biznesga aylanganligini bildim. Turli xil tahlillar topshirgani ham mayli. Bir shifokor mana bu yeringda Xudo ko'rsatmasin saraton bo'lishi mumkin deb qo'rqitib, meni battar stressga solib qo'ydi. Bo'lishi mumkin emas desam, yo'q mumkin deyishdi. Keyin tahlil topshirib, to uning javobi chiqquncha sochimga oq tushib ketdi. Aslida tibbiyotda birdan qo'rqitish emas, yotig'i bilan tushuntirish kerak. Bizda malakali shifokorlar ko'p, lekin ular orasida noprofessionallari ham yo'q emas deydi aktyor hamda xonanda Otabek Mutalxo'jayev.